Ya'ni Qadr kechasida 4 ta amalni qilmasdan uxlamagin. Nima amallar ya Allohning rasuli? Hammamizga tegishli shu narsa. Birinchisi Qur'oni Karimni bir marta xatm qil. Ikkinchisi barcha payg'ambarlarga qiyomat kuni o'zingga shafoatchi qil. Uchinchisi barcha musulmonlarning roziligini topgin. To'rtinchisi haj va umra qilgin. Shularni aytganlardan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xufton namozini o'qishga kirishdilar. Namoz tugaguncha kutdim. Rasululloh salom berganlardan keyin so'radim: "Ey Allohning rasuli, otam, onam sizga fido bo'lsin. Menga shu 4 ta amalni bajarmay uxlamasligimni aytdingiz. Lekin shuncha amallarni bir kechada qila olmayman. Bularni yo'lini ko'rsating." Shunda Rasululloh tabassum bilan menga javob berdilar: "Ey Oysha, aytgan amallarim sendan hech